Hozir o'zim jigarim belidan quchoqlayman deb ko'tadan bir qisib olgan ko'tiga Instagramlarga YouTube'larga chiqibdi hozir. Ko'rdim uni ko'tadan. Endi ziksiyapti uni tema qilib jalab. Men просто aziz hozir do'zax hidi kelyapti-da. Ba'da ko'p qamalib ketyapti. Ko'pi Xudo rahmatli bo'lib ketyapti, o'lib ketyapti. Paka jannatda bor, jannatda kelguncha kirmay turay. Paka o'zim ishlarimni qilyapman, bu yerdan bekor emas mana. Yaxshi, ko'rsam. Mana, bali ushda sotyapman, bali mana. Qarmoqlar donasi-donasiga $1,500 turadi mana qarmoqlar. Mana chista akula ushlayotgan bali mana. Akula. Akula ushlab sotyapman Dubayda mana. Chista onasini sizga nahang ushlayapman, nahang. Tushunyapsan? Mana. Nahang ushlayapman. Borsa ham bilib pizdes videolar qilamiz, o'zi ham onasi sizga. Hammaga boramiz. Hozir ko'rib yigit qilyapti, maqtanmayman. Odamda jonidan boshqa hamma narsa bor uyda mana so'ra. So'ra. Baliq chiqib biramatda ushlading o'zi. Akula ushladim deyapman. Katta akula ushladim, uni katta akula ushladim. Kecha mana bu garang beretni abitdan keyin ol, kechki payt kelsang qulay bo'ladi. Kechki payt kelasan, men o'zim chiqib bemalol kunduz kuni ba'zi odamlar uxlaydi desam, bu ertalab tong azonga olgan, yana qayerga olgan jalab? Dubayga olgan. Dubaydan kelding. Men sikilib soat 5 gacha uxlamadim, 6 gacha uxlamadim. 6 da yo'lga chiqib ketib, ertalab buni bor. Yana nima deb yozib qo'ygan? Men kelmayapsan-ku, men jalab aeroport Dubaydagi dunyodagi eng katta aeroport. 3-qavatda yuribman. Bu yiba podvalga tushib olganman deydi. Podvalga tushib olganman. Namanganda Strat bog'ida yurganda yurgandi. Podvalga tushib olgan, podvalga shunday bo'lsa, mut ko'chalar, mut qilib turdi. O'ylagan bo'ldi bu gando aldadi, kelmaydi deb o'ylaganda bu. Monsterdan bo'ldim deganda, monsterdan. Monsterda sikdim-da, monster jalab bidaras men uni borib turib 5-10 kuni kutdim Dubayda aeroportda. Mana monster keladi, mana monster kel. Monsterga aytdim, do'stim dedim, bilet olmabsiz dedim, olmadim do'stim, uzr dedim. Abu Dabiga oling, men sizni kutib olaman dedim. U gandon uchib kelib, ertasi kungacha aeroportda meni kutgan. Mana chiqdim, chiqmadim. Aslida sikish kerak o'zi harom, bu bilat. Va'da bo'lsa u. Yo'qsa xotinni qo'li ekan, xotinni qo'li. Monster shunday kelyapti. O'tirganmiz Atlantikda Kalanchiki. Ashaqa bordim, chiroyli sharoit qilingan, hamma narsa takoy chotki, o'zbek qizlar tanib qolib kelib, biz bilan rasm tushyapti, salom alaykum qilyapti. Bir payt xotini telefon qilib qolsa bo'ladimi? Alyo deydi, oldimizda qizlar ovozi eshitib qolib, onangni sizga tez uyga qaytdi, onasiga qochib ketdi. Xotini so'kdimi? Onangni sizga dedi, tez qaytdi. Voy oldimizga begona qiz, oldimizga chiqganda emas, prosta rasm tushayotgan qizlar kelib qoldi. Endi taniydi, o'zbek yo'q demaysan, kibrlilik qilmaysan. Mayli tushamiz deb syomka qilayotgan paytimiz xotin telefon qilib qoldi. U yiban, xotini uchun отдельно telefon ishlatar ekan. Отдельно telefon, agar bitta gudokdan ikkinchi gudokda telefonni ko'tarmasa, xotini siskar ekan, yirtishga tepar ekan onasi sizga. Yirtishga tepar. Shunday alo dedi, dedi, ovoz eshitiladi-ku oldidami? Dedi, nima gap desam, ovoz shunday balandlattirib endi xotin endi muomala qiladi. Oldingizda qizlar bormi dedi. Rasm tushir. Yoningni sizga tez uyga kel dedi. O'shanga men xotinimga xiyonat qilmayman hech qachon, men shu bilan o'tib ketaman der ekan-da. Aziz, pizdes joylar topilgan. Boyaga sen ujuskina olayotgan ssenariy, urilib ketgan mashinlar, boyagida portlab ketgan tovar otayotgan joylar, avtomat, onasiga chista avtomat otayotgan zona bor. Chista. Birinchi yil kiyasan, pnevmatik onasiga bang qo'qasan. Chista shunaqa zonalar topgan. Kino, pizdes kino o'zing bo'ladi. Bir-birimizni ruchkasi bolta ekan seningiski.
Dahshat so'ra. Sameliga jalab u chista joyga kirib olib. Hamma bir tarillatib. Menga qara. Onasi erkin nafas olayotgan davlatda yashayapti. Tushunyapsanmi? Bunday pishib desang ham onasiga qama yorishmaydi. Keyin kinoda oxirida hani turbani bitish qilamiz, o'zi suv tushadi. Esa mana Laos olasini nurisini mana qimmat, mana bolalar tushunadi bu narsani. Men chesdama endi yolg'on yaxshi qilyotmasin, akang bunday padargina, madargina nixuyoviy temalarni akang bunaqa ishlatmaydi. Mana shu mana landi boshlandi. Chesda mana azga xolasa bu. Agar xolasa mana bu yangi, agar xolasa ochilmagan 16 16 Pro Max. 16 o'zimda bor, 16 kerak emas. Menga u planshetlar yaxshi. 16 o'zimda bor. Tetras o'ynaysan. Xohlagan narsasi bor ichida. YouTube, TikTok, Instagram hamma yoq mana. Hamma yoq Kaliforniya tomon. Do'stlar, qaysi biri kattasi yaxshimi, kichkinasi yaxshimi? Ko'ring, iPhone kerak emas. iPhone o'zimda. iPadmi, iPhone'mi? Qaysi kattasimi, kichkinasimi yaxshi? Qaysi kattasi? Kattasi. Biroq men jiyanim. Sen kichik o'g'limni ko'rmagansan-a? Ko'rganman. Bog'chada Voy, seni otingda bilib olibdi. Sardorni qo'ydi. Baking bitta ko'rsataman. Bachinchi. Bitta mana master class bir dona ko'rsataman. O'g'lim, bitta unday qilib. O'lan. Ha, bu kichkinasi. Qo'li tayyor. Qo'li tayyor. Qo'l tayyor bilasan. Bu ham tayyor, o'zi so'kinishga tayyor bu ham bor-ku. Hamma odamga shunaqa qilib yuradi. Xullas mana bu hoji o'zi ko'rdi. Men aytdim. Bular ham birga kelishadi deb o'yladimda, aytib qo'ydim. Mana katta 5-4 kishi mana qilib bemalol savurasan. Bitta mana ajini, mana. Bek. Mana hojiga deb qo'yganman onlara. Mana. Hoji tualet xonasi Bunaqa sharoitda onasini Timati Rossiyada ham qilib beradi. Men sizlarga buni qara. Endi buni qara. Hozir bir minut. Bitta mana. Qo'taqdek binolar bor mana. O'ta anus dengizi bilan. Onasi Gorit sentrida qo'taq kim gapiryapti deb mana gaplarni eshitib qoldim. To'dimida, suvdimida qishloq joy. Onasi ominib qoqib markaz onasiga silkasi mana bu. Bitta mana. Bunaqalar mana. Onasini ko'ttaga sizga bundan Kaliforniya gubernatorida yo'q bunday sharoit. Aziz, Sanuzel mana. O'natga siyasan. Bunisida ko'tingni yuvasan. Kaliforniya gubernatorida yo'q biladi onasi sizga bunday sharoit. biladi. Ano Nurbek qani? Chulvan nosi deysanmi? Chulvan nosi deysanmi? Po'lat aka nosi deysanmi? Abzattor nosi deysanmi? Turli tuman 5-6 xil nosdan olib qo'yganman. Hammasi. Hadi Nurbek qani? Jalab biladi, Nurbek biladi. Qani Nurbekni to'xtab turibman. Qani Nurbek? Biladi bu sharoit. Katta gapiryapti-kan, telefonda xo'roq guriyapti. Nurbekni ko'tar. Biladi. Nurbek. Sen Jalab, menga qara. 5 oy oldin kelgan payting ko'chalar yashab yurgan Sardor emas bu yerda. Oldingda onasiga multimilliarder narxi Dubayga sheyx turibdi, narxi normal gap. Yomon xor bo'ldi, biladi, Dubayda biladi. Sardor endi onasiga oldimda cho'rk kesayotgan yo'q, og'ziga siskaman, ishonib. Tamam. Endi oldim kesayotgan onasiga o'zim uy oldim, tamam. Hoji aka aytib oldingizmi? Ha, keldim.
Hocakingiz bilan jalab kayfda yuribdi. Bu Dubayda yuribdi, biz Qo'taqda bu yerda yuribmiz. Ishlar. Mana sim kartalar bilan o'tiribman. Planshetlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Planshetlar olib qo'yibdi mana. Notebook planshetlar yomonidan kattasini. Lazmi lazi. Sardor gapiradi, qiladi, qilmaydi, gapirmaydi. Tamam, mana shunday bo'lasan. Tamam, maqtanish boshqa nima emas. Mana buni aytdim bunga bir og'iz. Chiqding, vaziyating og'ir, qo'lingdan arqon tortayotgan akalaring ham yuz o'girib ketdi sendan. Ki o'zim yordam qilaman, mujikman dedim, bir og'iz gapirdim, keldi, tamom. Gapmi gap, tamom. Maradis. Maradis. Nima deysiz sen? Ruslar, mana Sochiga borgan paytimiz, mana Bunyod akam hali joni sog' bo'lsin, ko'chaga qolib ketgan paytimiz uydan panoh berib, qanday yordam qilganda, mana hozir ham mana shu og'ir kuni bo'ldi, mana shu uchalasini. Mana men aytyapman, jigarim, bularga meni yuragim achiydi, yo'qligida siqildim, kirmadim. Mana bu TikTokda yuzimni ko'rayotgani 10 kundan beri endi ko'ryapti mana. Yuzimni ochib hech yoqqa chiqib gaplashganim ham yo'q 10 kundan beri. Kel, ijod qil, gazini tep, gazini bos. Mana men shunga ho'la beraman, men shunga aytaman. O'zbekistondagi oddiygina qattiq xushda chalganga qamab qo'yayotgan buyaq unaqa joy emas. Hamma erkin, hamma o'zi. Haqiqiy madaniyat boyligi hammasi mashqada bor. Tamom. Ha bo'pti endi anaqaga aralashmay qo'yinglar. Bo'ldi 2 kun boramiz dedik-ku. 2 kundami? Senga 2 kundami? 3 kun. ha. Azizxonni deb turibmiz-da, menga to'ngab qo'yapti bu. Bu yomon ekan, bular yomon ekan. Bular sekin menga to'ngab qo'yar ekan. Nurga aka. Oy, Masin, qara Sardor. Oy, Sardor. Hozir gapirib yuboraman, Azizxon. Aka bir gap qarang. Siz bilan men mana shuncha hali qolay gaplashaman, sen bunday qil, onasiga uni qo'yib tusher. Gapimni zapisga oling, xohlasangiz o'ng quloq, xohlasangiz chap quloq. Bir joyga mana bunday musofir bo'lib, yo bir joyga siz bilan ko'p o'tirmaganmiz, biron yarim ko'rgan sizni bratchikalaringiz bor, siz atrofingizda yurgan ballar. Katta gapirayotgan, girlar. Ya unaqa odam yo'q biz. Bo'lgan, bratchikalaringiz bo'lgan. Oldin bo'lganda endi. Men bilan. Ha, tushundim, ha, kimligini bildim. Da. Tushundim. Men unday bola emasman. O'zim och qolib ketsam ham, mana shu bolalarni men bo'ynimga olgan paytim mana Dubayga qancha yurgan bo'lsak ham, narsa qilgan bo'lsak ham, aka kallamni kunday qo'yib gapirayotgan bo'laman. Gapirdimmi qilaman, shunday bo'ladi. Ya bo'ldi, nima buni? Odam nima bo'lyapti? Ama sen bop joy bor ekan, Nurbek haligi boru, ujislarni bosib o'tib ketadi ekan, mashina, nezali mashinalar. Tek film bor edi-yu. Ashi bor ekan, o'sha plashatga bor ekan. Nurbek deb o'tiribsiz-da, biladi. Azizxon nima yolg'on gapiryapti? Gapingdan ma'lum, dalboyob kimni deb o'tirishi bilan. Ko'tingizki. Ketdi hozir. Sardor. Kamerani o'chirmasdan bilet olamiz. Ha, ol. 1.200.000 turibdi bilet. Aziz, shundan ko'p qiynalganmiz, Aziz bilan. Ko'rsatdi. Qara, eshik ochiq, qara. Eshik ochiq. Shundan juda ko'p qiynalganmiz-da sen bilasan, va qara. Binani gaskay! Tamam, zilyon. Как O'zbekiston. Voy mazda ekan u. Ha? Hech. Oy, Sardor. Oy, Sardor. Mana Nurbek deb o'tiribsiz-da, mashina. Azizxon gapirib yuboraman hozir. Nima menga to'ngab qo'yyapti? 19-etaj. Ochig'i, xohlasang baqir, xohlasang chaqir, xohlasang unas nima qilsang qil, tamom. Sen Nurbek mana. Hozir mashina turgan joyingizda bilet olingchi, qani Nurbek, mashina turgan joyingizda bilet olingchi. Yo, bu Hoji aka Pepsi ko'rmagansiz, voy. Ko'rsatyapman, endi siz sevgan narsalarni deyapman. Endi bunday. Blog yotibdi. Endi O'zbekistondagi boshqa mana bu chistata, mana. Ya O'zbekistonniki ham zo'r, O'zbekiston. Ya u. Prям onasini hamsa Amerikadan keladi-da bu Pepsilar. Prям.
Prem Amerika. Nurbek ovozdan deb Hop, siz keta oling bo'lmasam. Bo'pti. birga ketamiz. TikTok ochiq, bez VPN, skors baland, hech qanday bonagiday so'kinishga yo bunday yalang'och o'tirganga piqqita bloklab qo'ymaydi. Bu yerda zakon TikTokniki boshqacha. Bu yoqqa zelonni. Qaragin, Nurbek, keyin bo'lmasa alohida bir jiddiy gapirchi. Qanaqa, nima u to'xtatib turgan narsa? Nima u xalqqa bo'lmaydigan narsami? Nima deysiz hoji aka, biror gap? Bir jiddiy gapirchi deyapman, ya'ni to'xtatib turgan narsa nima? Xalqqa bo'lmaydigan narsami? Yo, Azizxon aytdiki, 3 kun kutib turaylik, aka birov bilan ko'rishishim kerak dedi. Shuni kutyapmiz. Bittasi kelyapti, u kutmasak bo'lmaydi. Sardovni ham sen taniysan. O'ta qattiq odam. Sen shaqqa. Yo'q. Vodiyga kelyapti, bir og'iz salom alaykum ketmasak. Xafa bo'lsa qattiq xafa bo'ladi. O'y, ochib qolamiz, o'y. Kim bu? Akalar kelyapti, yangilik, o'z Istanbul tog'i shaqqa. Yana bir o'zimiz akaxon bo'lib aytaman senga. Baratam kelyapti shaqqa. Dubayda O'zbekiston qilamiz, Qashqadaryo qilamiz. Bo'pti, Nurbek bilet olsin. Endi onasi sizga, endi men Yana menga to'ngab qo'yapti Sardor. Gaplashaveramiz. Ko'takansan kelgan bilan. O'ta menga ham tatmayapti bilan. Salla biznes sog'ingan ekan bor. Shunaqa bag'riga bosyapti jala bilan bor. Yopishib olgan aka bo'lmasan, haqiqatdan ham sog'ingan ekan. Bugun kechasi ehtiyot bo'ling bo'lmasa. Biznes sog'ingan ekan. O siksasi ko'rsin onasini. O'zim ukamim siz haqida. Voy jala. Siz ko'rsin o'zim dukamim. Senlar sikiyordi shuncha yetadi. Sardor qilsin. Ular mana podpисчикlarimiz assalomu alaykum hammalarga. Nos qilsa qilaversin, tos qilsa qilaversin. Kimki kim, mana shu meni qattiq podpисчикlarimdan, meni akalarim bo'lami, opalarim bo'lami, mendan katta yo mendan kichkina bo'lami? Ikki kishi Luboy Dubayga bilet olinglar, faqat sizlardan bitta kerakli, bitta so'ralayotgan narsa, sizlardan olti dunyo, Qashqadaryo, Tandiri, Toshkentni qazisini so'ramayman. Bir qovuch O'zbekistonda shunday top-toza ichmagan joydan tuprog'ini olib kelinglar, tamom. Uyim ochiq, kelaveringlar. Ular Oldin men olib boraman, tuproq olib boraman, tuproq. Kelaveringlar, stopda. Shu O'zbekiston iloji bo'lsa onasini ham shu sentr joydan bir chiroyli bir yaxshi bir joydan bir chiroyligina bir qovuchgina vatanimni shunday tuprog'ini olib kelinglar, tamom. Всё, mujik gapirar qilar, tamom. Qashqadaryo tuprog'idan olib boraman, Qashqadaryo tuproq, mahallani tuprog'idan. Qashqadaryo tuprog'idan. Mashinasini, balonini olib borib bering. Bitta balonini. Yo, boramiz. sekin aloqaga chiqinglar mana. Ayollarmi, erkaklarmi dedi, farqi yo'q dedi. Sekin unga yozinglar, men o'zim o'rtada turib hal qildiraman. Mana perivarda qurtlari ham bor, yeb yotyapmiz. 12 kilo qoldi. Ofatni dumbasidan olib boraman deb o'zi yozyapti. Ko'z azi ushlayapti o'zi, bilan aniq. Akalar karta raqamlarini qaytarib o'taman. 98 60 26 01 0744 0950 akalar. O'sha aytamiz. Savoriylar biletga. Mujik bo'lsa, akalar o'zlaringga aytinglar, erkak bo'lsa shunday bo'pti-da onasini ham. Mujik bo'lsa shunday bo'pti-da, bundan ortiq mujik bo'lam, aytinglar o'zlaring. Mana ovqat kelaman. Katta aytinglar mana, tamom. Xalq nima deysizlar? Mujik erkak bo'lsa bitta shunday bo'pti-da, bundan ortiq qanday bo'lsin? To'g'rimi? Sardor hozir
Dadang qilib bermaydi bunaqa narsani demoqchi bo'lyapti, tushunyapti? Yo'q, unaqa deb erkakcha mana xalq gapirsin, prosta gapirmoqchiman, prosta aytmoqchiman. Endi chiqqanlaringga ham mana 3 kunga kelaman dedilar, 3 kun emas 5 kun ham bo'ldi. Yana 3 kun deyapsizlar, 3 kundan keyin yana 5 kun bo'ladi misolda. Aytdim-ku, ashuna so'kadi dedim-ku, Azizxon aytdim-ku. Hozir Yig'voradi betingiz dedim. hozir bir yonsin. Hoji bola bilan hoji men bir 2 soatgina uxlab olay, 2 kundan beri uxlaganim yo'q. Shunday chiqaman, hoji bilan shunday yaxtani olaman, dengiz bo'yiga borib turib akula olayman. Hoji bilan qarmoqchan otib akulacha olayman. Akula olayman. Rek bizniki qo'taqdi bugun. Rek ko'rsatamanmi? Rekani rekilar bir ko'raylikchi. Nurbek aka, bu ko'rishgan paytimiz belidan ushlayapman deb hazillashib, sal qo'lim pastga tushib ketdi, ko'chadan Ko'rdim. ko'chadan bir qisib qo'yibman, uni yurtiga sen hali imir o'tkazdi. Hamma joyda telefon kelyapti, hamma joyda telefon kelyapti. Men oxiri nima bo'larkin deb rosa kutdim, cho'tib sekin. Bu qizlarim meni qarg'ayapti, qo'tag'imga keldingmi deb biladi, boru. Yo, yetdi deb o'zlariga nasib qilsin deb rosa hazillashib ko'chini ushlab qo'yardi, bilmay qoldi o'zi ham. Qo'li uzilgan. Kimat tushyapti-da? Kimat tushyapti? Jonim. Prosta sog'ingan ekanman, endi jigarchilik bir quchoqlab radno prosta неприятно tushunayotgan narsa emas, normalniy mujik tushunadi. Prosta prikol video, prikol, o'zi buni turgan joyini ko'rganim yo'q. Shunday qarasam hoji oldimdan chiqib qoldi. Video yoqib kelyotdi. Yo'q, shuni quchoqladim, qarasam bo'yi pasayib ketgan ekanda, ko'tiga qo'lim tegib ketdi. Lekin bugun yomon qilasizlar-a? Kechasi bugun yomon bo'ladi. Maza qilasizlar-a? Hali g'olga chiqib ketamiz. Sen gandon bu gapni gapirma, shu gapni deb 11 sutga o'tirib chiqdik. Bugun kayf qilasizlar-a? Maza qilib zo'r joylarga borasiz. Liderlar biladi, ana shu gaplaring uchun biladi, nizashda qamalib chiqdik biz ham. Gandon savab kirding bizni naqd. Odam nizashda hech qachon qamalmaydi. Nizashda kirdi ashira. Og'zlaringizga qo'llaringizni tiqib yordingiz-ku, popqillatib videoda. Xuddi biladi. Yo, bugun bordinglar, bugun zo'r kayf bo'ladi deyapman. Hozir biladi. Aylantiradi. Qolmagin xuddi biladi. Bir marta qizligimizni olishdi ular. Dalsiz ko'radi ular. Xohlagan paytda chaqirib oladi endi. Voy, bo'ldi, gapirmang, boshqa temada. Endi bu uzoqcha. Hoji aka, siz ham shuni yetib olib boshlaysiz ekan-a? Bo'ldi, bunaqa bo'lmay aka. Endi xotini bermasa ham chaqiraveradi sen meni uchalamizni. Sikamasanlar dedi. Voy, kelishingizdan bor, bo'ldi endi. Yo, bu yerda Narmaskaga ketaman. Ikkala amini. Nima edi familiyangiz? Abdullayevmi? Ya menga poxo endi nima bo'lsa ham. Jumayev bo'lmaydimi? Aziz ushlab turibdi-da, mayli. Mayli, ishlar bitkazinglar, narsa qilinglar, hazil huzul hammasi. Xudo xolasa mayli, kelaverasizlar, shabama. Qochib ketgan. Lekin men bir 10 kungami bir joyga Gavay o'rinlariga borib kelishim kerak-da. Lekin biz pul tugaganda bir gostinsalar, kayf tugaganda boramiz-da, aslo bu ketish. To'ta hamma yo'q tugatib bo'ladi biz borgunimizcha. Pepsilarni ichib olyapti-ku. Videolarni qoqamiz, video bilan yotmaymiz, Sardorda olamiz. Videolarni Insta, Pinsta onasini 10 kunda dunyo his qilish kerak bizga. 10 kunda. 4 ta bor, joy bor-ku. Bir xil emas, 4 xil joy bor-da. Bittimi? Nurbek aka, siz ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana aka. Ko'rdim. Neftga bilasizmi solishadi. Bunday kal, bonagida odamlar bunday manekda bo'lib ketgan bo'ladi-ku, bunday mashinalarda quvlash bir-birini. Ha. Ana shunday shahar bor, 4 ta shahar bor. Nezali mashinalar bo'ladi, bilasanmi? Mashinalarning ustilariga toshlar tushib ketgan. Shunday anavi boltalar, nayzalar, shunday kirib turib tualetiga kirsangiz ham onasini emsin, shunday mashinalardan zapchaslari bilan qurilganda, tushunyapsizmi? Sivitlar mashinani farasi ekan. Fon.
hamma sharoit bor edi. Ya shunaqa plashatka qilingan ekan, eshikni ruchkasi Bunday bor. qilamiz. Ssenariyni boshini bunday boshlaymiz. Kim siz manyakmi? Ha. Yaratchi, men ssenariyni tuzdim. Sen qo'shib tur. Ssenariy aytaman. Jo'ning qoch. Qarang, sizni fantaziyasi qanday bo'lgan bilmadim. Men ssenariyni tuzdim, qarang. Korotchi, o'sha filmda rolda manakni qo'liga tushib qolayotgan necha kishimiz? Bir ikkita odam kerak o'ldirib yuborgani. O'ldirib yuborgan topamiz. O'ldirib yuborilayotganlar, boshqa o'layotganlar bo'ladi. Korotchi, qarang. Ko'kirish samolyot borku, mana dori sepayotgan samolyot. O'shanga o'xshagan samolyotga chiqamiz. Tepadan parashyutni tashlaymiz. Parashyutlarimiz ochiladi. Siz aytgan bona o'lib qolayotgan odamlardagi havoda parashyut ochilmay qoladi. O'sha bitta orolchaga tushamiz. Orolcha eski orolcha bo'ladi. Bu tomoni cho'l, bu tomoni o'rmon. Kirib boriladi, qaraladi, orolchaning o'rtasida bitta eski kulbacha bo'ladi. Kulbachaga endi boshpana kechirish kerak, kechasi uxlash kerak. Shuni kulbachaga kirilgan joylarda qaraladi, o'sha odam bosh suyaklari. Kulbacha o'zi sizda anoniz bo'ladi-da. Neda? Shunda. Uyimda. Ha, uyingiz. Biz kechga yaxshi ekan, zo'r ekan deymizda, hammamiz uxlagan yotamiz, siz yerdan qabrni teshib chiqib kelasiz. Orab bitib qabrdan qo'l chiqadi. Bu yoqdan chiqasiz, qarorchi. Uxlayotgan joyimizda kimdir siygan chiqib qo'toq chiqarib, shuni siyayotgan joyda uning ko'tigasiga bolta bilan qo'toq baq chopiladi. Voy, yarim kechasi uning ustiga o'zi bu yoqda ichkaridagilar. Voy, unisiga ideyan ko'ryapsizmi aka? O'zim prodyuser. Siskaman, ishonavering. Pezdeskina olamiz, pezdeskina olamiz. Alinaqa matapiladami? Ali deydi. Arada ketsam ham ko'taq. Yo'q, birinchi bolta bilan chopib tashlaysiz. Unisiga siyib turgan paytda sigaretcha bilan qo'toq buf uziladi, unisiga tushadi, tushunyapsizmi? Xullas, ideya zo'r. Ha, akalar shu kim shu qo'tog'i kesilgan rolini o'ynamoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilsin, bitta odam kerak shunaqaga. Ha, bora? Bor. Shokirni olib qo'tog'ini kesib olamiz. Shokir bechara. Shokir olib kel deymiz. Biladi. Osobxona bormi? Joylashtiramiz. Tashadi kameraga chiqarish kerak edi. Tashabda yerga tushib qolgan. Bilib, bu qanaqa qurut? Ha, hali ham ana qotirilmagan-ku. Amani yegan qurt olib ketdim. Har xildikida. Va videolar zo'r qilamiz, borsiz Sardor biladi. Ya endi o'zimiz ssenariyim bor, endi bitta joy topib bersiz. Joy biz endi Kino tashlaymiz, kino qilib yuboramiz montajlardan, kino qilib. biz endi Instagram bloger emasmiz, lekin 665 mingta podpisчикimiz, 58 million ahvatimiz, hozircha istoriyamiz 5 soat ichida 22 ming ko'rilibdi. Endi unda Instagram bo'ladi. Endi unda populyarlik. Meniki bilan bir xil ko'ryapti-kan istoriya endi. Ha? Meniki bilan bir xil ko'ryapti ekan istoriya endi deyman. Eshitmadim. Meniki bilan bir xil ko'ryapti ekan istoriya endi. Quloqim jota eshitmayapti hozir. Ben istoriyamda aytib qo'ying, do'stlar. Ha. Yo'q, meniki bilan sizlarnikidan ham ko'p. Aytmay qo'ydim. Urasiga hammaga tiqib biz Instagramda borib, yuzini eslatib 10 ta videoda mazasini qochirib yubordik. Biz nima deyapsiz? Auditoriya katta, sizda просто foydalanishni bilmayapsiz-da, bunaqa. Yaxshi videolar olib beraman qo'yasiz. Ha, videoga qiziqmayman. Men TikTok, qiziqishim TikTok. Просто sizlar Instagramda bosamiz deganlaringga hamma har tomondan bitta kolaboratsiya qilib, ham TikTokda ham qo'ysangiz bo'ladi-yu, zo'r videolarda. Mana meniki 15 kunda ishlanib, o'zingiz maza qilasiz, ana videoda olganmiz maza qilgansiz.
Qanaqa marojniy yeysan, dogan hozirgacha ikkita shu video bor. Hozirgacha Nurbek mikrofonga ham muammoyim bo'lmasa ekan. Bor. mikrofon bormi? Bor ekan, dodasi. Hamma narsa. Faqat biz yetishmayapmiz ekan, onangni ketiga sizki. Hamma yo'q. Telefonda голосовой yozdirib olamiz, zimra. Mikrofon. Biz nechva bezatkar. Bala bor aeroportda kutib olishga ham bitta video yo'llab qo'yganman. Men qadamda videoga to'qib tashladim. Hozir baliq qolib chiqaman deyapman. Baliq so'rasam. Baliq do'stlar. Короче, baliq tutayotgan bo'lasizlar, keyin Suvdan chiqib kelasiz baliq o'rniga. hozir topamiz, hozir 2 oylar. Bir yaxshi video oladigan bormi odam? Bizda yo'q unday video oladigan. Biz tavakkal, taq, tamom. Ruslar bag'illi bog'i ko'karmaydi. Hojini o'rniga davna zid degan bo'ladi. Maza qilib mashaqlarda mehmon bo'lgan bo'ladi. Ko'proq ko'tni kovlasin, ko'proq tema qilsin, ko'proq bir aktiv yig'aman, odamlarga gapiraman, ko'proq narsa qilaman desanda bizdan gapiraversin, enasini olmay kirgan kunlar shu bo'ladi. Bundan battar ham kiradi hali. Bu tulkiga o'tirgani kam uni. U kammi bu tulkalarga o'tirgan? Bu tulkiga o'tirganlari kammi? Nurbek, sen kelur bo'lmasan? Ya birga ketamiz, yo'lda videolar olib ketamiz. Sardor. Samolyotda ham olamiz. Voy. Qo'rqitish kerak edi, bunga bo'lmasa. Unga yeb bepul ekan, qarang. Dalalarim berdi hozir. Bu aeroportda berar ekan. Pasportga bitta pechatini urgandan keyin bitta simkatni qo'shib berar ekan. Hozirni nomiga kredit oling, yo'q bermaydimi? Bermaydi. Rahmat. Hozirga bermaydi. Hozir kopeyka-ku. Dubayda xo'ja. Ya O'zbekistonda gubernatormisiz? Rossiyada ham beradi. Rossiyada kredit olsang bo'ladi. Baxra bermaydi. Rossiyada ham sim karta beradi, ha? Aeroportda. Yo'q, ular yo'q bo'ldi hozir. Nurbek, qara mana. Bu yerda mana bunaqa qutilari bilan, mana bunaqa ko'lag'ishlari bilan, qarshi bunday qilib kampaniya qo'lingga berar ekan. Mana buni ichida mana simkatlar. Cho'milgani bormaysizlarmi basseynga? Hozir turdi, basseyn tepamda. Gasisalar tepasida bo'ladi, Nurbek bepul o'zi gasisani tepasida. Gasisalar har bitta gasisada tepasida basseyn bo'ladi. Chiqib cho'milaverasiz. Basseyn, trenajyor, ham yo'q. jakuzi, sauna, turistik sauna, ruskiy banya. Haligi kim o'stirdi degan bir nima aytib beruvdim sizga Arzixon. O'shani Trenajyorli zalda bitta kachovroqi chiqadi oxirida. yo'q, Sardorda qilamiz. Bir o'siraveradi. Voy, hoji o'siradi, urib deb pachaqlab. Aytib ber. U yomon ideya. Bala, pizziz. Shokir o'siradi ham urib amiga tiqaveramiz. Sardor o'siradi, voy, o'siradi. Shirinligini qarang o'siradi. Kötü ekan, bular hamma aytib berasiz. Huzur qolmaydi. Va TikTokga bir qilaman chalardan hamma sharoitim o'zimnikida qilib qo'yganman. 2-3 ta lampa hamma narsa bor. Nurbek, imkoniyatingiz bormi hozir bilet olgani? Siz olmaysiz-ku, birov keladi dedi mehmonga. Yo'q, bo'ldi, kelmasa ham olaveraman men mana. Bugun olsam. Bilad, Nurbekga olsana. Yordam kerakda bechoraga. Ay, yig'voringlar, bitta yordam qiling. Bilaman. Prosta hozir biz uxlaganmiz yo'q-ku, tuzuk. O'sha uxlaylarga. Hozir uxlaganmiz. Mana, Sardor aytavering kartani yordam qilish borsan, hozir uchamiz ekan.
Men kartammi? Meni. Ha, o'zi. Meni. Endi Aha. endi xalqqa to'g'risida men qora ko'zlarim endi Qancha keraksan yig'san o'zi. o'zimga so'ramaganman-ku. Voy, bir 5 million kerak 5 xolos. million yetadi. 5 millionga ashida bo'laman. Azizxon kimga oladi? Alibana. Tog'amiz Ana Ali bana krasavchi, men o'sha kuni 1 million 300 tashlab berdi aka mana. Mujik. Ayting gap tezda, mana xalq so'rayapti. Ayting. 98 60 26 01 Sardor do'stlashibdi hozir. 07 44 09 50 98 60 26 01 07 44 09 50 Ko'ryapsanmi? 5 million bo'lsa bo'ldimi? 5 million? Da. Ana yozyapti ana. Zakrepleni qilib qo'yinglar. Ana. Sardor etsa tashlab beradi. Sardor bir og'iz etsa. Videoni, jalab, videoni men qo'yganman. Mana keldi mana Ali Banat. Qo'yganman. Assalomu alaykum. Ali Banat nima gap? Mana shu odam yuzidan pulni hidi keladi. 26.01 07.44 09.50 Qizidi mana qarab. Qarang, ballarni qarab tur. Ya bu Ali Banat qorong'ida ham chiroyli ko'rinadigan bola ekan. 1 million tushdi. 1 million tushdi. Voy biля! Vichalar yo'q-e. Havoda rahmat katta. Ye. İşte abdüşe. Rahmat katta. Krasavchiga malading. Mana mujik. Qorong'ida ham chiroyli ko'rinadigan bola shu Ali Banat. Ota-onasiga. Yuzidan pulni hidi kelyapti ya yuzidan. Yo'q, o'zi nosidan bilsang bo'laveradi. Qashqadaryoning bolalar gapiradi. Mana yozgan. Yaxshilik bilgin-ku qarshilik. Haqiqatan ajoyib bolalar bu bolalar. Nurbek, 4 million. Sardor 4 million qoldi. mashina haydatqasini to'lab boraylik. Pul biletini o'zimiz olamiz. 5 million qarzi bor ekan, bilet chiqarmaydi-da. Mana kartasini aytsin, xalq so'rayapti-ku, akalar tashiyman deyapti-ku. Mana bu 98 60 26 01